Shu payt xonaga Ikrom kirib keldi. Uning soqoli o'sib ketgan, sochlari to'zib, ko'zlarining ichi qizarib ketgandi. Assalomu alaykum, tinchlikmi? Nima haqida gaplashyapsizlar? Deya Ikrom yonboshlab o'tirib oldi. Va alaykum assalom, keldingmi bolam? Ishing og'irmi deyman? Qattiq charchabsan o'g'lim? Ha yo'q, ishim unchalik ham og'ir emas. Kecha har xil tushlar ko'rganimdan boshim og'rib uxlay olmadim. Ishdan chiqib domlaning oldiga borib o'zimni o'qitib keldim. Kim haqida gaplashyapsizlar? Deya so'radi u. Qayning haqida gaplashayotgandik. Nozigulni Furqat o'ldirgan ekan. Shunchalar ham vahshiy bo'ladimi odam? Ha, yoshlik qilib, o'ylamay ish qilibsan. Uylanib qo'ya qolmaysanmi? Ota-onasi yomon odamlar emas. Bir og'iz aytsa, uylantirib qo'yishardi. Qilgan ishini yashirmoqchi bo'lib, bo'g'ib o'ldiribdi-da qiz bechorani. Nozigul sho'rlik, yaxshi qiz edi. Furqat o'lgur uni yo'ldan urgan. Rostdanmi? Men o'ldirdim debdimi? Sizlar qayerdan eshitdinglar? Ha, kecha o'z oyog'i bilan borib, men o'ldirdim debdi. Sinfdoshim Malik militsiyaxonada ishlaydi. Boya ishdan kelayotganimda o'shani uchratib qoldim. Amakingni qizini akangning qaynisi o'ldirgan ekan, uning o'zi o'z oyog'i bilan kelib taslim bo'libdi dedi. Tan olgan bo'lsa yaxshi-ku. Ikromning ko'zlari chaqnab ketdi. Uning yelkasidan tog' ag'darilib ketgandek bo'ldi. O'sha o'ldirgan deb hech o'ylamagandim. Sud qachon ekan? Kim biladi deysiz? Malik endi qo'lga olindi, hali hammasini aniqlagunlaricha 3-4 oy o'tadi dedi. Kechqurun vaqt allamahal bo'lguncha Ikrom xonasiga chiqqisi kelmay televizor ko'rib o'tirardi. O'g'lim, sen bu kecha uxlamaysan shekilli. Tura qol, kech bo'lib qoldi. Ertaga ishga borasan, dedi Gulbar xola televizorning ovozidan uyg'onib ketdi. Bemalol uxlayvering oyi. Hozir film tugasa kirib yotaman. Bugun o'zingni domlaga o'qitib kelganding bolam. Bir o'zing o'tirma, kirib dam ol. Hozir dedim-ku oyi, bir gapni takrorlayverasizmi endi? Ha, mayli, o'zing bilasan. Gulbar xola kirib joyiga yotdi. Ikrom hatto ko'zlarini yumishdan qo'rqardi. O'sha kecha ko'rgan tushi yana takrorlanmasligi uchun shu xonada chiroqni yoqib, televizor ko'rib o'tirardi. U onasining fe'lini bilardi. Chiqib ketgunicha qo'ymaydi. Film tugagach, Ikrom televizorni o'chirib, o'rnidan turdi-da, xonasiga kirib ketdi. Xotini va bolalari allaqachon uxlab yotishardi. Ikrom yaqindagina 3 yoshga to'lgan qizi Sumayyani lo'ppigina yuzdan o'pib, ustini yopib qo'ydi. So'ng beshikda yotgan o'g'li Shahramga biroz tikilib turdi-da, undan so'ng To'tinisaning yoniga kirib yotdi. Ikrom anchagacha uxlay olmadi. U bu tomondan u tomonga ag'darilaverib, oxiri charchab, uxlab qolganini sezmay qoldi. Qancha yotgani yodida yo'q. Birdan havo yetishmay, dami qaytib ketganidan uyg'onib ketdi. Qorong'uda kimdir uning ustiga o'tirib olgandi. Ikrom qo'rqib ketib, o'rnidan turmoqchi bo'ldi. Ammo tanasi unga bo'ysunmasdi. Qimirlay olmaganidan dahshatga tushib ketdi. Yo'qol, qo'yib yubor deyapman. Yordam beringlar. Ikrom bor ovozda baqira boshladi. Ammo uning ovozini o'zidan boshqa hech kim eshitmasdi. Nozigul uning ustiga o'tirib olib, ko'kimtir qo'llari bilan uni bo'g'ardi. Uning qoraygan bo'yni qiyshayib ko'zlaridan dahshat yog'ilardi. La ilaha illalloh, la ilaha illalloh. Ikrom kalima qaytara boshladi. Bir necha marta takrorlaganidan so'ng Nozigul g'oyib bo'lib, qo'l oyog'iga jon kira boshladi. Ikrom o'rnidan sapchib turib chiroqni yoqib atrofga qaradi. Dadasi, uxlagani qo'yasizmi yo'qmi? Uyquni ham beliga tepdingiz. Chiroqni o'chiring. Uxlamasang o'lib qolasanmi? Kallangni o'rab yotsang bo'lmaydimi? deya Ikrom chiroqni o'chirib qaytib o'rniga yotdi. Hammasiga mana shu to'ta aybdor. Doim hamma narsadan norozi. To'ng'illagan. Ikrom uning og'zidan hatto biror marta shirin so'z eshitmagan. Doim birovni yomonlagan. Uning ismini To'tiniso emas, G'iybatniso qo'ysa yaxshiroq bo'lardi. Nozigul esa umuman boshqacha edi.
Uning ismi jismiga mos edi. U har bir gapini o'ylab gapirardi. Kamsuqum, kam gap edi rahmatli. Ovozini aytmaysizmi? Uning ovozi xuddi parilarning ovozidek. Shunaqa ham yoqimli ediki, haligacha eslasa Ikromning tanasiga murg'ak toshadi. Ey Xudo, nima qilib qo'ydim? Axir uni jondan ortiq yaxshi ko'rardim-ku. Ikrom ko'zlaridan oqayotgan yoshni artib xo'rsinib qo'ydi. Yozning oxirgi kunlari edi. O'sha kuni Ikromning tog'asining uyida to'y bo'layotgandi. Uydagilar to'yga ketishgan, hovlida hech kim yo'q edi. To'tiniso esa shamollab qolgan o'g'lini shifoxonada olib o'tardi. To'y boshlanishidan oldin Ikromning otasi uyga borib mollardan xabar olib kelishini aytdi. Ikrom hovliga yetib kelgach, kiyimlarini alishtirish uchun ichkariga kirdi. Shu payt darvozadan Nozigul kirib keldi. U ayvonga chiqib dugonasini chaqirardi. Ikrom qizning ovozini eshitib, eshikni ochib tashqariga chiqdi. Assalomu alaykum Ikrom aka. Gulshan uydami? Va alaykum assalom. Nozigul, yaxshimisan? Buvingnikiga qachon kelding? Boya keldim. Gulshanni chaqirib yuboring Ikrom aka. Uni bir oydan beri ko'rganim yo'q. Uni juda sog'inib ketdim, dedi Nozigul. Ikrom qizga mahliyo bo'lib qarab turardi. Naqadar go'zal bo'lmasa u. Bunday shahlo ko'zlar faqat oxularda bo'lsa kerak. Ikrom uning kamondek qoshlari, pushtirang atirguldek lablaridan ko'z uzmay turar, nega unga shuncha paytdan beri e'tibor bermaganiga o'zini ichida koyib qo'yardi. To'da kipriklari xanjardek uning yuragiga qadalayotgan go'zalning oldida bir tiyinga qimmat edi. Uning ovozi buzoqning bo'kirganiga o'xshardi. Doim odamning ta'bini tirriq qilgan. U adashdi. Qattiq adashdi. Shoshilib to'tiga elakishgani uchun o'zini aslo kechirmaydi. Ikrom To'tinisa bilan bir sinfda o'qirdi. To'tinisa maktabda o'qigan paytlardayoq Ikromni sevib qolib, unga har tomonlama muhabbat izhor qila boshladi. Uning o'zi birinchi bo'lib Ikromga maktub yozib, uni uchrashuvga taklif etdi. Maktabni bitirganlardan so'ng yigitlardan eng birinchi bo'lib Ikrom uylandi. Buning sababchisi To'tinisa edi. To'g'rirog'i uning homilador bo'lib qolgan edi. 19 yoshdayoq Ikromning oyog'iga kishan solindi. Bo'yniga ola xurjun osib qo'yildi. Uning sinfdoshlarining hali yarmi uylangani yo'q. U esa 23 ga kirar kirmas allaqachon 2 nafar farzandning otasi bo'ldi. Qani endi vaqtni orqaga qaytarib bo'lganda edi. To'tiga aslo yaqinlashmagan bo'lardi. 10 yil bo'lsa ham Nozigulni voyaga yetishini kutgan bo'lardi. Ikrom birdan Nozigulni qo'liga ko'tarib oldi. Ikrom aka, qo'yib yuboring. Bu nima qilganingiz? Hozir baqiraman. Jinni bo'ldingizmi? Nozigul dahshatga tushib, oyoq qo'llarini siltay boshladi. Ikrom uni ichkariga olib kirib, yuzidan, lablaridan o'pa boshladi. Nozigul uning qo'lidan qutulishga urinar, ammo kuchi yetmasdi. O'sha kuni Nozigul yig'lab yolvordi, baqirdi, ammo uni hech kim eshitmadi. Nima qilib qo'ydingiz? Endi men nima qilaman? Hayotimni yo'q qildingiz. Yashashga ma'no qolmadi. Bu kunimdan o'lganim yaxshiroq. Nozigul badanini ko'ylagi bilan yopib olib, uvillab yig'lardi. Ikrom uni quchog'iga oldi. U qizning peshonasidan o'pib, qulog'iga pichirladi. Unday dema. Sen menga keraksan. Xohlasang ertagayoq To'tining javobini berib senga uylanaman. Kerakmas, meni qo'yib yuboring. Men sizdan nafratlanaman. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Sen nima desang shu bo'ladi. Ota-onam bilib qolishsa oq qilishadi. Bo'ldi, yig'lama. Kiyimlaringni kiyib ol. Nahotki mendan ko'ngling qolgan bo'lsa. Chiqib turing, men o'zim kiyinaman. Xo'p, hozir, deya Ikrom xonadan chiqib, eshikni sekin yopdi. Nozigul yig'lab kiyimlarini kiyib tashqariga chiqdi. Nozigulim, mana sovuq suv olib keldim. Yuz qo'lingni yuvib ol, deya Ikrom uning qo'liga obdastadan suv quydi. Nozigul yuz qo'lini yuvdi-da, orqasiga qaramay darvoza tomon yura boshladi. Ikrom qo'ldagi obdastani yerga qo'yib, yugurib uning ortidan borib, qizning qo'lidan ushladi. Qo'yib yuboring, mendan nima xohlaysiz? Bo'lib o'tgan voqea ikkimizning o'rtamizda sir bo'lib qolsin. Iltimos, biron kishiga ayta ko'rma. Xo'pmi? Sen xavotir olma, o'zim senga uylanaman.
dedi Ikrom. Nozgul hech narsa demay eshikdan chiqib ketdi. Nozgul, to'xta. Ota-onangga aytib o'tirma, xo'p. Ertaga sovuqchilik tushmasin. Men seni shunday qo'yib qo'ymayman. Albatta senga uylanaman. To'ta, bu mening hayotimdagi eng katta xatoyim. Men undan tez kunda ajrashaman, dedi Ikrom qizning ortidan chiqib. Qo'rqmang, hech kimga aytmayman, deya Nozgul eshikdan chiqib ketdi. Bu voqeadan so'ng Nozgul o'zini Ikromdan olib qochadigan bo'ldi. Lekin bir kuni uning o'zi Ikromni qidirib kelishga majbur bo'ldi. O'sha kuni Ikrom ishdan qaytayotgan edi. Darvoza oldida uning yo'lini kutib turgan Nozgul shoshib uning oldiga keldi. Ikrom aka, to'xtang. Sizda aytadigan gapim bor. Qizning badani to'lishib yanada go'zalroq bo'lib ketgandi. Ikrom uning to'lishgan yuzi, chiroyli bejirim lablariga boqarkan, yuragi entikib ketdi. Bormisan, Nozgul? Qayerlarda yuribsan? Juda ham ochilib ketibsan-ku. Seni juda ham sog'inib ketdim. Ikrom aka, men homiladorman. Nima? Hazillashyapsanmi? Men hazillashmayman, bola sizdan. Hademay qornim bilinib qoladi, ilojini toping. Yo'qsa men ota-onamga aytishga majburman. Yo'q, to'xta, shoshilma. Nozgul, kechqurun hamma uxlab qolgandan keyin seni uylaringning ortidagi darcha oldida kutaman. Hammasini o'sha yerda gaplashib olamiz. Endi bora qol. Birov ko'rib qolmasin, dedi Ikrom. Nozgul boshini egib uylari tomon yo'l oldi. U boshi berk ko'chaga kirib qolgan edi. Shuning uchun Ikrom nima desa ko'nishga majbur edi. Sho'r va achchiq narsani umrida yeyolmaydigan Nozgul bir necha kundan beri birdan sho'r va achchiq narsa yeydigan bo'lib qolgandi. Homiladorlarning ko'ngli sho'r narsa tusashini Nozgul buvisinikiga borganida tog'asining kelini opasiga aytayotganida eshitib qolgandi. Nozgul homiladorligini sezib, ko'zning oldi qorong'ulashib, dahshatga tushib ketdi. Endi nima qiladi? Ertaga qorni bilinib qolsa, ota-onasining oldida nima degan odam bo'ladi? Otasi uni oq qilishi turgan gap. Nima qilsin? Ikromning oldiga borsammikin deb o'yladi. Uni ko'rsa kayfiyati buzilib, o'sha mudhish kun yodiga kelaveradi. Ey Xudoyim, osiy bandanga o'zing yo'l ko'rsat. Nima qilay? Bir dardkashim bo'lmasa, dardimni kimga aytay? Yaqin dugonam, sirdoshim Gulshan edi. Endi unga ham dardimni ayta olmayman. Nozgulning ko'zlaridan yosh oqa boshladi. O'sha kecha oila a'zolari uxlab qolgach, Nozgul sekin o'rnidan turib, oyoq uchida yurib tashqariga chiqdi. Zinalardan tushib, og'ilxona tomonga yura boshladi. Atrof qop-qorong'u edi. Qo'rquvdan qizning yuragi dukullab ura boshladi. U og'ilchaning yonidan o'tib, darchaga yaqinlashdi. Sekin kelib atrofga quloq soldi. Kimdir deya yo'talgandek bo'ldi. Nozgul qo'rquvdan uchib tushdi. Sho'rlik qizning o'takasi yorlay dedi. So'ng darhol o'zini qo'lga olib, darchani qiya ochib tashqariga qaradi. Nozgul, bu menman, qo'rqma, dedi Ikrom darchaning oldiga kelib. U darchadan sekin ichkariga kirib atrofga qaradi. Hech kimni ko'rmagay, ko'ngli xotirjam bo'lib, Nozgulga jilmayib qo'ydi. Seni qanchalar sog'inganimni bilsang edi. Men hammasini o'ylab ko'rdim. Ikrom qizning qo'lini kaftiga olib o'pmoqchi bo'ldi. Nozgul qo'lini uning qo'lidan tortib oldi. Shaharda bir do'stimning bo'sh uyi bor. Ertaga u bilan gaplashaman. Rozi bo'lsa, o'sha yerda yashab turamiz. Siz mendan so'radingizmi? Hayotimni kuydirdingiz. Yana nima qilmoqchisiz? Men esa hatto o'zimni o'ldirishga jur'at qila olmadim. Men hech qayerga ketmayman. Ketsam, ota-onam meni oq qilishadi. Iltimos, meni kechir. O'sha kuni nima qilib qo'yganimni bilmayman. Endi hech qachon sening roziligingsiz unday qilmayman. Ketmasak bo'lmaydi. Biz birga bo'lishimiz kerak. Men seni hech kimga berib qo'ymayman, deya Ikrom qizning qo'lini yana kaftiga oldi. Nozgul bu safar qo'lini tortib olmadi. U jim turib Ikromning so'zlarini tingladi. To'ti bilan ajrassam, bolalarni tashlab ketsa kerak. Oyim qizimni hech kimga bermaydilar. O'g'limni esa o'zimiz bilan olib ketamiz, rozimisan? Nozgul boshini egib yerga qarab turardi. Demak, rozisan. Ikrom quvonchini yashira olmay Nozgulni quchoqlab oldi. Bo'ldi, qo'yib yuboring meni.
deya Nozgul uning quchog'idan chiqib ketmoqchi bo'ldi. Ikrom qizni quchog'idan qo'yib yubordi. Tezroq ilojini toping, Ikrom aka. Ha demay qornim bilinib qoladi. Oyim bilib qolishlaridan qo'rqyapman. Qo'rqma. Men hech qachon seni tashlab ketmayman. Sen rozi bo'lsang bo'ldi. Men ertaga hammasini hal qilaman. Mayli, endi boring. Biron kishi chiqib qolmasin. Xo'p. Sen qayg'urma. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Seni boshimda ko'tarib yuraman. Aslo pushaymon bo'lgani qo'ymayman, deya Ikrom qizning yuzidan sekin o'pib, darchani ochib, ko'chaga chiqdi. U Nozgul darchani qulflaganiga ishonch hosil qilgandan so'ng uyi tomon yura boshladi. Shoshib borayotgan Ikrom uning ortidan bir juft ko'z kuzatib turganini hatto sezmay qoldi. Rashid bangi nigohi bilan Ikromni uyga kirib ketgunicha kuzatib qo'ydi-da, darvozaning oldiga kelib, o'ylanib qoldi. Ikrom yarim kechasi kimning oldiga keldi ekan? Kimdir uni kuzatgani aniq. U darchani ichkaridan kimdir qulflab qo'yganini eshitdi. Ajoyib. Axir bu hovlida biror juvon yashamaydi-ku. Amakisining xotini Ikrom uchun onasiday gap yoki katta qizlari Rossiyadan keldimikan? Nozgul hali yosh, maktabda o'qiydi chamamda. Kim bo'lgan taqdirda ham bir kun qo'lga tushasan hali, deb hovlisiga kirib ketdi. Rashid bangining yoshi 30 ga yaqinlashib borayotgan bo'lsa, haligacha uylanmagan. To'g'rirog'i, onasining sovchilikka bormagan joyi qolmadi. Ammo biror kishi qizini unga berishni xohlamasdi. Chunki uning bangiligini hamma bilardi. Rashid 18 yoshda tog'asi bilan qora dori chekib, shu bilan banksiz bir kun ham yasholmaydigan bo'ldi. Tog'asi bundan ancha yil oldin 35 yoshida qora doridan zaharlanib vafot etgandi. Rashid uydagi hamma narsani sotib, dori olib chekardi. Uyda pichoqqa ilinadigan hech vaqo qolmagach, Rashid kechalari tentirab, birovlarning hovlisiga kirib, qo'liga ilingan narsalarni o'g'irlab sotib, pulini doriga sarflardi. Uning ota-onasi dodini kimga aytishlarini bilishmasdi. O'sha kecha Rashid Sattor traktorchining hovlisidan temir tersaklarni o'marib uyga qaytayotgandi. Qo'shnining darchasi ochilib, bundan kimdir chiqayotganini ko'rib, o'zini panaga oldi. Darchadan bir odam chiqib, eshikni ichkaridan qulflaganlaricha kutib turdi-da, undan so'ng ko'chaning narigi betiga o'tdi. Rashid ko'cha chirog'ining yorug'ligida Ikromni tanidi. Lekin uni nima uchun yarim kechasi amakisining eshigidan emas, molxonasining yonidagi darchadan chiqib ketayotganini hech tushuna olmasdi. U o'sha kechadan boshlab qo'shnining darchasini kuzatadigan bo'ldi. Rashid bangi qo'shnining darchasini kuzatishni boshladi. Bir necha kundan so'ng u odatdagidek chiroqni o'chirib, deraza oldiga o'tirib oldi. Ko'chadan ko'z uzmay o'tirar ekan, narigi ko'chadan kelayotgan Ikromga ko'zi tushdi. Rashid shoshib o'rnidan turib tashqariga chiqdi. U darvozaning oldiga kelib, sekin tashqariga qaradi. Kimdir darchani ochgandan so'ng Ikrom shoshib ichkariga kirib ketganini ko'rdi. Rashid atrofga qarab, hech kim kelmayotganiga ishonch hosil qilgach, darvozadan chiqib qo'shnining hovlisi tomon yura boshladi. Darchaning oldiga kelgach, ichkarida kim borligini bilish uchun sekin quloq sola boshladi. Nozgul, tanishimni uyini vaqtinchaga berishga ko'ndirdim. Narsalaringni yig'ib ber. Yaqinda bu yerdan ketamiz. Bundan boshqa ilojimiz yo'qmi? Garchi ular past gapirishga urinayotgan bo'lsalar-da, Rashid Nozgulning ovozini tanidi-yu, qip-qizarib ketdi. Uning yonginasida bo'ydoq yigit yursa-yu, bola chaqasi bor erkakning bo'yniga osilib olganicha bu qanchiqchani. Hali shoshmay tur, ko'rsatib qo'yaman senga. Hamma qizlarning adabini berish kerak. Keyin saylab erga tegishni unutib, mendek bechorlarga ham tegishga rozi bo'lishadi. Iflos. Men yana uni yosh qizcha deb o'ylabman. Pishib bo'lgan ekan-ku. U o'ziga o'zi gapirib qo'ydi. Rashid darcha ro'parasida o'sgan tut daraxtining orqasiga yashirinib, Ikromning tashqariga chiqishini kuta boshladi. Birozdan so'ng darcha ochilib, ichkaridan Ikrom chiqdi. U Nozgul bilan xayrlashib, shoshib uyi tomon yura boshladi. Ko'chaning narigi tomoniga o'tganini ko'rgan Rashid yugurib darchaning oldiga kelib, darchani cherta boshladi. Ikromni kuzatib, endi zinalardan chiqayotgan Nozgul
eshik ovozini eshitib Ikrom biror narsasini unutdimi yoki biror gapi bormidi deb o'ylab, oyoq uchida yugurib kelib, hatto kim ekanligini so'ramay eshikni ochdi. Yuzini latta bilan o'rab olgan maxluq eshik ochilgan zahotiyoq qizga tashlandi. "Ikrom aka, nima qilyapsiz? Qo'yib yuboring. Sizga nima bo'ldi?" Nozgul nima bo'layotganiga tushunmay qoldi. Rashid qizning ovozi chiqmasligi uchun og'iz burnini kafti bilan yopib, uni pana joyga sudrab ketdi. Nozgul oyoq qo'lini silkitib, Rashidning qo'lini og'zidan olib tashlamoqchi bo'lib urindi, ammo kuchi yetmay birozdan so'ng tinchib qoldi. Rashid Nozgulni somonxonaga olib kirib burchakka uloqtirdi. "Qanjiq, xotini bor erkakka yopishmay, qani, hunaringni menga ko'rsatchi."